Nazarbek Mevazordan bitta zo'r uchastka chiqib qoldi. O'zingiz ekranda tanlagan narxlarga obzor qilamiz. Fasadi 15 metr bo'ladi. 4 sotuvli uchastka, yana zahvatlari ham bor ekan. Dokumentda 4 sotuv, lekin 4,5 sotuvga qurilgan, odam yashab turgan, remontlari ham yaxshi holatda saqlangan. Hozir ichkarilarini ham ko'rsatib beraman. Bu tarafda oshxonasi ham remontlari yaxshi ekan. Ko'pchilik bo'ladi-yu, kelib shunday yashab ketadigan uchastkalar bormi? Faizli uchastkalar deyishadi. Shunaqa ekanda, mana katta bitta hol bo'ladi. 1, 2, 3 ta xonasi bor. Umumiy sanuzeli bor bitta. Hozir tepada yana bitta sanuzeli bor, hozir ko'rsataman. Xonalarning remontlari ham mana yaxshi holatda turibdi, pashti yangi holatda. Bu yoqda mana tepada kelin tushirishga mo'ljallab ikkita xona qurishayotgan ekan, hali tayyor bo'lmagan ekan lekin. Bitta xona bo'ladigan bo'lsa, ichkarida mana spalni uchun yana bitta xonasi bor. Bu yoqqa ham sanuzel mo'ljallab qilib qo'yishgan. Menimcha biz ishga uvol, lekin bizni qurib sotadigan odamlar ham 4,5 sotuvga yomon narx so'rashmayapti. Bu yoq tarafda mana namis qilib qo'yilgan ekan. Sex sifatida foydalansanglar bo'ladigan joy ham bor orqa tarafida. Mana bu yoq tarafda uchastkamiz boyasiga ko'rsatib chiqqan. 4,5 sotuv, 4 sotuv dokumentda ekan. Umumiy hisobda 5 ta xonasi, 2 ta sanuzeli bor. Telegram kanalimga aniq lokatsiyasi, rasmlarini tashlab qo'ydim.